Bu balının ismi Kamal. Yenidiki Pari degan qizning hozirgi mobuti. Bu bir cho'ng boyning balasi. Nima ish qilyapsiz bu yerda? Qanchalar niya chiqib tilab chiqsam olmaydi. Pensiya degan mana. Tuzuk aqlay. Men uchun hozir yuqorida yiqiltadan hozir. Yuqori edallar. Ras. Bu yaqinlar bir oltinlarni nerede bir yerda bir amal qilib tepib setib azrab netmini olib qolgan deymi balangsa. O'g'irlamagansa, o'g'irsan olmaydi uchunmi? Macho, oltin o'g'limda, eshitdim o'g'limdim men. Nima ish qilsam men o'zimni kuchaytirayni, nachi bilan pul topdim. Sacho. Bulay degan chorni dadamni pullab qashasan. Tayin yo'q bu narsalarga qizlar qashab. Endi bu Pariga kelsak, Yasinning oliy maktabdagi muobbiti. O Yasinni yuqori o'simli qarz elish qistab, o'ziga telefon og'izgan. Shu sababdan Yasinning qarzga bo'g'ilib qolishiga sababchi bo'lgan. Sen bek tayinga bağışıram da. Sen abdin qarayıp bir gap qila. Boyğunumla tutan bir oyoq qilib kelmabsan gana. Esit ilgirsem de жүріп qolganim g'ajimo. Qazirin qaytirib bo'ldingmi ya? Qaz qaytirammi bu? Paypaq yo'q yuribdi mana. Yeni ben bezib kelman. Sen yaxshimi? Kemal efendim, Yasin Bayvatçı bizden Aksaray Mimarhanesi'ndeki Ali mülazimciden Bekirmen buluyordu. 40 kelip bir yıllık deme. Bir yil? He. Mushu. O pulaq tugab tuqamsizmi bu? Ko'rmas. 2 kunlik? Ha. Qo'lingdagi bu kasini tilanchining qochisi deb o'ylab qoldi-da. Bayvatçı bana sizden yatırmaz. Şivaz gel kılarsız elbise. Maqtı. Bak. Mavi zontonlar yatadigan mimazraylar ekanda. Hashamatchilikni, ma tezlikni meninki. Makilamni hemen qilib qo'ymay endi. Diqqat qilay. Nima degan yo'g'on, nima degan cho'ng mimazraylar bu. Ayni vaqtda men ishning o'zidek bir yerda yashab yuribdi ekanman. Ma karvatning yumshoqligini ishchiga tushib ketadigandak hissiyatda adam. Ma kitoblarni mana bayla qo'ydigan kitob. Ertaga mening vaqtim chiqib qolsa o'qib qo'yaman. Necha qat yataqlar ekan ma u. Mushunday yataqlar men yetib qolaman deb umrimda o'ylab boqmagandim. Hashamatchilik. Mana dengizni uzayotganda hissiyatda bo'layapman emasman men. Yaşa Yasin, yaşa. Pulning meg'zini sen chaqsang, sana kelgan omadlarni ko'rib, mening azroq ko'zim qiziryapti. Sening turmushdan huzurlanishlaringga qarab, bag'asir sana qoyil bo'lyapman juma Yasin. Keyin men kisham oyim uyga kelmayman. Taqdir qonbanmabdi jumalik. Shu Yasin, purilishib ketgan maykini kiyib olib, eski chapanning ichida odam bor deb yuraversang, yanchug'undagi puling o'g'an hurmatsizlik bo'lib qoladi.